Assalomu alaykum baliq ovish quvozlari. Bugun Sayfiddin akam ikkovimiz baliq ovga keldik mana. Mana shunaqangi zakka keldik. Mana chuqur Qamishzor. Bu joyda sazan, ilonbosh, karas hamma baliqdan bor. Bu joyga oldin kelganmiz. Joy o'ta ham zo'r. Yozda ayniqsa bu joyda ilonbosh sezoni bo'ladi. Natijalar qilishga harakat qilamiz. Kuzatib boringlar. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa like bosinglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lsalaring videolarimiz birinchilardan bo'lib yetib boradi. Mana shunaqangi joylar. Ovimizni boshladik. Mana hozirda qarmog'imizni mana shu joyga tashlab qo'yganman. Xo'rak chuvalchang ilib tashlab qo'yganman. Nu xamir ham ilib tashlaymiz hozir. Hozircha sinashga chuvalchang ildik, hozircha tortib turibdi. Bilmadim endi qanaqa baliq. Imkon qadar natijalar bo'lsa ko'rsatishga harakat qilaman. Kuzatib boringlar. Do'stlar, mana qarmog'imiz hozir nimadir tortyapti. Hozir ko'ramiz. Sudrab ketsa olamiz, xudo xolasa. Nimadir olyapti. Meni fikrimcha sazan deb o'ylayapman. Suvni tagiga tegizib tashlaganman. Asosan suvni tagidan sazan yaxshi oladi. Ko'ramiz hozir. Sudrasa olamiz, xudo xolasa. Mana tagida cho'qiyapti, sababi suv bijir-bijir bo'layapti. Sazan baliq yerga o'lab yuradi. Shuning uchun men sazan deb o'ylayapman. Hozir ko'ramiz. Sudrab ketsa olamiz, xudo xolasa. Yaxshi bijillatyapti suv tagini. To'rtta beshta chuvalchang ilib tashlaganman. Sudrasa keyin olamiz, sudramasa olmaymiz. Chiqatga ketgan yo'q. Baliq shetda. Qamishlar orqasiga o'tib oldi. Xo'rayimizni olyapti. O aka. Rostdan. Kattasidan iling aka. Guruchoyni kattarog'idan iling. Sazan ancha aktiv bo'lib qopti. Sazan baliq yurib qopti.
O do'stlar, mana Sayfiddin akam karas ilintirib olibdi ekanlar. Qani bir ko'raylikchi. O vafsha-ku boyaga zo'ridan mana akalar, karas kattaligini qarang. Qancha chiqadi bu? 400 gram. Oho. Qo'lingiz bilan bitta ushlab ko'rsatingchi. Oh, mana karas akalar. Karasni zo'ri. Yaxshi ilashibdi-ku. Sekund. Karasni zo'ri mana akalar. Ulug'bek, kelaverasiz. Karasni zo'ri. Joylar mana shunaqangi qamishli joy akalar. Bugun mana shu joyga kelganmiz. Natija mana endi boshlandi, mana endi pochon ochildi. Xudo xolasa endi olaveramiz endi. Do'stlar, mana yana Sayfiddin akamning qarmoqlariga yana ilindi. Oh, dahshat-yu. Kattaligini qarang uni. Oling aka tezroq. Tushib ketib qoladi. Oho. Mana buni karas desa bo'ladi. Voy voy. Oho, kattaligini qaranglar buni. Do'stlar, mana karasni yirigi. Voy dali. Mana do'stlar, karas bor bir 400 gram atrofida bo'lsa kerak. O'ta katta. Natijalar, ikkinchi natijamiz bu. Bugun endi Sayfiddin akamning kunlari ekan. 2 marta katta sazan chiqarib yubordilar. Ikkita karas oldilar mana. Ikkinchi natija. Natijalar yaxshi, zo'r bo'lyapti. Baliqlar ancha aktiv bo'lib qolibdi. Xudo xolasa mana o'miz zo'r ketyapti. Kuzatib boringlar. Imkon qadar chiqayotgan mahallarni ko'rsatishga harakat qilyapman, ulgurmay qolyapman. Muhimi natija bor. Mana shunaqangi joylar mana. Ubaydullohning o'zidan ham natija bo'lib qoldi. O do'stlar, mana Do'stlar, sazanni juda chiroyligida. bitta olalarmikan? Janovarcha charchasa, Xudo xolasa olamiz. Charchataylik endi. Shashilmay. Og'zidan ilingan bo'lsa chiqmaydi. Yo'q. Yomon bas. Sazan o'lgan yetib ketibmiz mana. Xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Yutib olib olavering sekin. Kelsa endi nasib, ha? Peshana. Sekin. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu. Mana do'stlar. Akalar, tepaga oling. Tepaga oling. Do'stlar, mana do'stlar. Sazanni zo'ri. O'g'larimiz mana juda ham go'zal bo'lyapti. Voy. Hushyor oling. Mana do'stlar. Mana. Shovon bo'lmaydimi? Chiroyliligini qaranglar. O'shanboy ko'rib oling yoshda. Natijalar zo'r mana. Xudo xolasa. Bomba. Boshlandi u. Kuzatib boringlar. Do'stlar, mana yana Sayfiddin akam navbatdagi karasini olyaptilar. Mana o tushib ketib qolmasin boy aka. Ayt, mana do'stlar, u juda ham go'zal davom etyapti. Ketma-ket olyapmiz mana. Bu ham bor bir 300 gramlar atrofida bo'lsa kerak. Juda ham chiroyli karaslar chiqyapti. Bizni kuzatib boringlar. O'miz anchadan beri bunaqa shiddat bilan ketma-ket baliqlar chiqmagan edi. Uje bahor kelgani bilinib, baliqlar ancha aktiv. U zo'r ketyapti. Xudo xolasa. Mana shunaqangi joy, qamishzor joy. Bu joyda nima desam ekan? Suvi qurimaydi, ko'lanmagan.
ancha yillardan beri. Chiroyli joylar. Uje bundan bag'iga baliqlar ancha yurib qopti. Mana sazan oldik, mana ketma-ket karaslar olyapmiz. Ovimiz zo'r davom etyapti. Bizni kuzatishda davom etinglar. Natijalarida imkon qadar ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana bu yerda paplavoyimiz mana qamishlar orasidan ko'rinyapgan bo'lsa, mana ancha chuqurliqda tortyapti, lekin yomon emas. Yaxshi. Natijalar go'zal.